xomol bola bor ekanda, har gal ish qilayotgan paytida ey Alloh, berayotgan rizqingni o'zing halolidan bergin deyaverar ekan. Bir burda non yeyotganda ham ilohim halolidan bergin degan gapni aytaverar ekan. Xayrlisini bergin derkan. Shunda atrofdagi insonlar so'rashdi, nima uchun bitta gapni qaytaraverasan deyishdi. Shunda u kishi aytib beribdi. Har doim Allohga nola qilardim. Ey Alloh, meni mana shu qiynalib, yuk ko'tarib topgan pulimga arzimagan bir burda non keladi. Ya'ni bir buxanka non keladi. O'shani shu darajada meni qiynab toptirasanki, shu bir burda nonni yeyishim uchun. Nahotki rahming kelmasa menga, men ham odamlarga o'xshab yotib, hech qanday mehnat qilmasdan shundoq tayyor keladigan nonni yeyishni xohlayman, dedim-u, oradan ozgina vaqt o'tgandan so'ng ishlab turgan joyimda ikki kishi bir bilan mushtlashib ketdi. Ularga borib yordam beraman deganda ular meni ham tushirdi-da, og'zi burnim qon bo'ldi va mirshaplar kelib meni ham ularga qo'shib olib ketdi. Mana yotgan joyimda bir narsa xayolimga keldi. Men qamoqxonada yotibman. Hech qanday ish qilayotganim yo'q. Mirshaplar menga teppa-tekin nonni olib kelishyapti. Lekin kechirasan, o'sha non tomog'imdan o'tmayapti. Yana Allohga nola qildim. Ey Alloh, meni kechir. Men noto'g'ri so'rabman sendan. Mayli, ishlay, peshona teri bilan pul topay va bir burda nonni ham, topgan rizqimni ham o'zing xayrlisini bergin deb duo qiladigan bo'ldim.